Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, aziz vatandoshlar va talaba yoshlar. Mana 2025-yil yakunlanib, 2026-yil kirib kelmoqda. 2025-yil institutimiz uchun muvaffaqiyatli yil desak arziydi. Sababi bir necha yutuqlarga erishdik. Jumladan institutimiz noyabr oyida xalqaro akkreditatsiyadan yana 3 ta yo'nalishni o'tkazdi. Bundan tashqari nufuzli Greenmetric tashkiloti tomonidan institutimizni nufuzli top 1000 taliga kirgani va 700-o'rin egallagani quvonarli. Bundan tashqari institutimiz prezidentimiz tomonidan bizlarga ajratib berilgan klinikada birinchi etapi yakunlanib 150 koykalik yangi klinikaga ega bo'ldik. Yangi yilda ushbu klinikada nafaqat institut xodimlari va talabalari ham tahsil olishga, haqiqiy dual ta'lim tizimini yo'lga qo'yishga erishamiz. Institutimizda bundan tashqari 12 million dollarga yaqin investitsiya jalb qilindi. 600 ga nafar xorijiy talabalar 15 davlatdan tahsil olishga kelishdi. 1031 nafar talaba muvaffaqiyatli institutimizni yakunlab diplomlarga erishdi va shu maqsadda institutimizni bitiruvchilari 94% to'liq ish bilan ta'minlandi. Yaqinda 5-kurs talabamiz Nur Muhammad va 6-kurs talabamiz Jaloliddin dunyoning eng qiyin bo'lgan imtihonlardan biri AQShda o'tkaziladigan USMLE imtihonini muvaffaqiyatli topshirishdi. Bu institutimiz nafaqat nufuz, bu ilm salohiyati, bilim salohiyatini oshirayotgani va talabalarga dunyo eshiklari ochilayotganidan darak beradi. Kirib kelayotgan 2026-yilda institut bu yutuqlar bilan chegaralanib qolmasdan yangi marralarga siz talaba yoshlar va hurmatli hamkasblar bilan erishamiz degan umiddaman. Va sizga Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti ikkinchi uy bo'lishini va shu sadoqat bilan ishlashda davom etishingizni so'rab qolaman. Va 2026-yil har bir xonadonga tinchlik, xotirjamlik, fayz, barokat va osmonimiz musaffo bo'lishini tilab qolaman. Hurmat bilan institut rektori Akmal Siddiqov.